Assalomu alaykum. Bugungi videomizda Yuksalish maktabining keyingi hamkori Semyong universiteti haqida so'z olib boramiz. Semyong universiteti 1980-yillarda tashkil qilingan bo'lib, Koreyaning ta'lim vazirligi tomonidan rasman tan olingan birinchi universitetlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda 8000 ga yaqin talabalarga 400 dan ortiq professorlar ta'lim berib kelmoqdalar. Universitet o'zi ichida 6 ta katta soha doirasida ta'lim berib keladi. Bu sohalar gumanitar va san'at, ijtimoiy fanlar, muhandislik va axborot texnologiyalari, sog'liqni saqlash va biotexnologiya, koreys tibbiyoti va umumiy ta'lim sohalari hisoblanadi. Universitetda turli xil ta'lim almashinuv dasturlari va turli xil loyihalar mavjud. Bundan tashqari, xalqaro talabalarga grant va stipendiyalar beradi. Bu ham talabalarning akademik o'zlashtirish darajasiga qarab. Shuningdek, universitetda CHARM 1824 project kabi loyihalar bo'lib, yangi borgan talabalar ijtimoiy, madaniy va nazariy bilimlarini oshirishlari mumkin. Bundan tashqari, universitet talabalarni yotoqxona, kutubxona va sport bilan shug'ullanish uchun zallar bilan ta'minlangan. Semyong universiteti Osiyo universitetlari reytingida 381-o'rinni egallagan. Semyong universitetining kuchli tomonlari esa biotexnologiya, muhandislik, koreys tibbiyoti kabi yo'nalishlar bilan mashhurdir. Xalqaro talabalar uchun imkoniyatlar, ya'ni darslar asosan koreys tilida bo'lib o'tadi va bu universitetga topshirish uchun talabalarda topik 3 daraja bo'lishi talab qilinadi. Yillik kontrakti 4000 va 5500 dollar atrofida bo'ladi. Bu ham universitetda talabaning o'zlashtirish darajasiga qarab turib chegirmalar olishi mumkin. Xususan Yuksalish maktabi o'quvchilariga 30% dan 100% gacha grantlar ajratilishi aytilib o'tilgan. Qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz uchun pastda linklarni qoldiramiz. Bemalol kirib universitet haqida o'rganishingiz mumkin. Rahmat.